Assalomu alaykum Muhammad aka. Alaykum assalom, assalomu alaykum. Muhammad aka, qurtob yesa qon kamayib ketadi degan gap bor-ku. Hozir qurtob yeb turibsiz. Haqiqatan xalqimizda shunaqa naql bor. Mana bunday qurtoblarni ham ko'rsating. Bu qurtoblarni yesa qon kamayadi degan. Bu naql xalqimizda nima uchun kelib chiqqanini men sizga tushuntirib beraman. Haqiqatan toza qurtob yeyilsa, tuyani sutidan, echkini sutidan, mol sutidan yoki bo'lmasam ilojsiz ot sutidan qilingan qurtoblar hech qachon insonning qonini kamaytirmaydi. Qaysi qurtoblar qonni kamaytiradi? Un qo'shilgan qurtoblar haqiqatan hazm tizimini buzishi mumkin. Bular mana tabiiy qurtoblar. Echki suti, mol suti, mana menda tuya sutidan qilingan qurtoblar bor, ajoyib. Naborot qurtob tarkibi kaliy, kalsiy, natriy va ftorga boy. Bularni ko'p yeyishga moyillik bu organizmda gemoglobinga, xalq tilida aytganda qon kamligiga sabab bo'lishi mumkin. Yana undan tashqari qurtobning bitta yaxshi tarafi bor. Grip, ORV, ORZda qurtobni chaloq qilib ichsa, organizmda elektrolitlar yetishmovchiligini va immun tizimiga qanchadir yordam berishini to'ldiradi. Misol uchun, juda ko'pchilik xalqimiz grip bo'lganda natriy xlorga vitamin C qo'shib quydiradi. Xuddi shu oddiy vitamin C va natriy xlorni shu qurtobdan olish mumkin. Qurtobni ko'p yeyish xususiyatiga ega insonlarda qon kamlik sindromi, shu qon kamligini hisobiga organizm shu qurtob orqali ushbu boyaga aytayotgan yetishmagan moddalarni yetishtirishlar asab tizimiga, ichuvchilarga, chekuvchilarga juda yaxshi ta'sir. Masalan, nos yoki sigaret xumor qilsa, bitta qurtobni olib maydalab til tagiga qo'yib olsangiz ham tarkibidagi sho'r modda xumorni bosish xususiyatiga ega. Ushbu videoni qurtobni ko'p yeydigan birodarlarimizga jo'natib qo'yamiz. Undan tashqari qurtob zarar emasligini yana bir qator tasdig'ini topdi. Haqiqiy qurtob qonni kamaytirmaydi. Naborot, haqiqiy qurtob qon kamligini sizga tushuntirib beradi. Omadbek or qurtobda.